Samarqand Urgut temir yo'l loyihasi. Samarqand области. Samarqand Urgut yangi temir yo'l. Jomboy Urgut yo'nalishi. Samarqand viloyatida Jomboydan tadbirkorlarga keng yo'l ochib berish siyosatini bundan keyin ham qat'iy davom ettiramiz. Sizlarda ishonch bor, sizlarda intilish bor, sizlarda niyatlaring buyuk. Mani eng katta ishongan kuchim tadbirkorlar. Tadbirkor elga madadkor deydi. Anvar aka, mana shunday katta loyihani amalga oshirishga sizda nima undadi o'zi? Avvalambor bu hurmatli prezidentimizning ishonchlari. Biz tadbirkor bergan ishonchlari. Bunaqa katta hududiy kompleks boshlashni o'zi bo'lmaydi. Hurmatli prezidentimizni tadbirkorlarni qanchalik yaxshi ko'rishlari, tadbirkor orqasida men turibman degan gaplar bizani juda ilhomlantiradi. Bu hurmatli prezidentimizning qaror farmonlariga asosan Urgutda juda katta tarixiy voqea yuz bermoqda. Ya'ni Urgut xalqining azaliy orzusi temir yo'l kirib keldi. Bu temir yo'l kirib kelgani avvalambor Urgut xalqining hayotini sifatli oshishi hamda tadbirkorlarga imkoniyat yaratib beradi. Hurmatli prezidentimizni biz tadbirkorlarni qanchalik yaxshi ko'rishlari, tadbirkorlarga keng imkoniyat yaratib berishlarining bitta yaqqol namunasi. Temir yo'l uchta tomondan aytadigan bo'lsam, birinchi navbatda Urgut xalqining farovon hayoti, ikkinchi o'rinda tadbirkorlarga juda katta imkoniyat, uchinchi o'rinda turizmni juda katta rivojlantirish, ya'ni Samarqand kelgan turizm oqimini albatta biz o'zimizni Urgutga olib kelishga harakat qilamiz.